Ko'p xatolarga yo'l qo'yganman. Nimalarga e'tibor berish kerak issiqxonada avvalo? Yozgi mavsumda foydalanadimi yoki yil 12 oy davomida foydalanmoqchimi? O'zbekistonda eng effektivnisi qaysi biri? Mana bu joydan kapelniklarni olishing mumkin. Nima qiladi? Iltimos ustalaringizni berib turing. Eplasha olmadi boshqasi. Ichkari namlanib, terlab, bu qulupnayda katta kasalliklar kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Aka, men injenerman. Men zo'r qilib qurib berishni bilaman. Qayerdan olsam bo'ladi, qaysi material arzon yoki qimmat, nima farqi bor? Mana ijtimoiy tarmoqqa chiqib tinmay gapiryapmiz, o'zimiz ishimizga javob beryapmiz. Biz ko'chatni qarab, qanaqa parvarishlash kerak? Quyosh qish kuni chiqib bera olmasa, qulupnay qizarmasligi bu ta'sir qiladi. Men o'zimni sohamni zo'r qilib bersam, siz o'zingiz sohangizni zo'r qilib bersangiz, shunda rezultat yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'pchilik mendan so'ragan savollarga bugun javob topish imkon qadar holatda yirik mutaxassis Rustamjon akani taklif qildik. Yo'q demasdan kelgani uchun Rustamjon aka kattakon rahmat. Rustamjon aka, bizani misol uchun qulupnayga endi kirayotgan, mana shu sohani endi boshlamoqchi bo'lganlar va tanish bilishlar ko'p so'raydigan narsa qulupnaydan daromadi, issiqxonaga ketadigan mablag', issiqxonani qanaqa qurish kerak qulupnay uchun, shu sohada ko'p savol berishadi. Biz endi mana bu qulupnay sohasida o'zimizga kerakli bilgan bilimimizni bera olamiz. Lekin issiqxona bo'yicha men ham mutaxassis emasman. O'zim ham issiqxona qurishda ko'p xatolarga yo'l qo'yganman va mana haligacha men o'rganib kelmoqdaman. O'shanga sizdan iltimos qilib chaqiruvdik. Shu bizdan shogirdlarimizga, endi ko'chat oladigan, biza bilan ishlashni xohlagan odamlarga shu biza qo'ldan kelgancha bitta material tayyorlaylik, ularga berishga va ishonchli odam topib beraylik degan maqsadda siz taklif qildik. Rahmat. Hop, savollarga o'taman, bo'lmasa Rustamjon aka. O'rtacha 5 sotix maydonga shu qulupnay uchun qurishga nimalarga e'tibor berish kerak issiqxonada avvalo? Birinchi o'rinda O'zbekistonda juda ko'p agronomlar bilan gaplashganman. Kimda qanaqa muammolar? 5 sotik issiqxona birinchi navbatda qurish plan bo'ladigan bo'lsa, nima mahsulot yetishtirmoqchi u yerda? Misol uchun gulmi, pomidor bodringmi, qulupnoymi, unga qarab turib balandliklarini to'g'irlasak bo'ladi. Baland pastligi, eng asosiysi joylashgan joyda havo aylanishi, quyosh nuri tushishi eng asosiylari. Unga qarab turib ichidagi yozgi mavsumda foydalanadimi yoki yil 12 oy davomida foydalanmoqchimi? Shularga qarab turib tavsiya qilamiz. Xo'p, men shu orada mendan endi qulupnayni ko'p so'rashadi-ku, qulupnayga moslasak, qishda misol uchun isitish tizimi bo'lishi kerak baribir. Havo aylanadigan sirkulyatsiya, pardalari, mana shu teplitsa issiqxonasi va bizda ko'pchilik baribir hozir kunda stillajga o'tib ketyapti. Stillajda yetishtirish. Shu jami hisobda qancha mablag' bilan tayyor bo'lib turish kerak? Agarda 5 sotik joyga endi razmerlarga qarab turib har xil chiqishi mumkin. Ya'ni 5 sotik joy quriladigan bo'lsa, bir qavatligini aytaman. O'zingiz bilasiz, 1, 2, 3 qavatli qilib qurib beramiz. Agar bir qavatli qilib qurib beradigan bo'lsak, o'rtacha hozir kursda aytganim yaxshi, nimagaki ko'p o'zgaryapti, boshqa bo'lyapti. Sotigiga $1,500 atrofidan ketadi. Bu karkazi, plyonkasi ochilib yopiladigan mexanizmlari bilan birga. Yaxshi salofan koreyskiy qo'yib beramiz, atsinkovniy materiallar bilan. Agar stelaj bo'ladigan bo'lsa, stelajga taxminiy 10 million atrofidan ketadi sotigiga. Endi stelajda ham turi ko'p, qanaqasini tanlashiga qarab turib narxlari o'zgarishi mumkin. Shunaqa Atapleniya tizimiga keladigan bo'lsa, atapleniyani hozir o'zim ham o'rganyapman. Mana bildingiz, o'zingizga ham kelib atapleniyani so'rayman, hamma joyga borib bilishga harakat qilyapman. O'zbekistonda eng effektivnisi qaysi biri? Shuni bilib turib, unga qarab to'liq tavsiya etib, maslahat berib ishlamoqchimiz. Hop, bizda o'zi bitta taklif bor edi, Rustamjon aka. Mana biz o'tgan yili shunaqa narsa qildik. Qulupnay ko'chatiga keladigan odamlar maksimal bizdan endi tavsiya berdik. Mana bu joydan kapelniklarni olishing mumkin, mana bu issiqxona mahsulotlarini olishing mumkin. Ko'chatni biz qilib beramiz, какой substratini qilib beramiz, agrokonsaltingimizni beramiz. Lekin odamlar baribir u yoqqa chop, bu yoqqa chop, sal topolmay qoldi-da. Nima qilishga boshi qotadi, u yoqqa boradi, qaysi birini tanlasam ekan deydi. Yonda mutaxassis yo'q, yangi boshlagan.
o'zimizni issiqxona ustalarini olmagani uchun yoniga yonida oddiy ustalar, santexniklar bu narsani tushunmaydi. O'shanga sizga bir taklifim bor-da aka. Shu ikkalamiz hamkorlikda kelgan mijozimizga patkulch holatda bir shunaqa ideya qilsak-da aka, shu qo'liga tayyor biznesini boshlashiga yordam bersa ekonomik. Issiqxona biznesini boshlamoqchisiz, lekin qayerdan boshlashni bilmayapsizmi? Hech tashvishlanmang. Biz sizga yordam beramiz. Xalqaro tajribaga ega mutaxassislarimiz sizga jahon standartlariga mos zamonaviy issiqxonalarni loyihalashtirib qurib berishadi. Energiya tejamkor, zamonaviy va qulaylik barchasi bizda. Hoziroq biz bilan bog'laning va orzungizdagi issiqxona biznesini boshlang. Agarda mana o'zimizga kelgan klientlar ham ko'p bo'ladi-da, aka deydi, sizdan faqat mahsulotini sotib olay deydi. Mahsulotni sotib olgandan keyin yana hech qancha o'tmasdan telefon qiladi, iltimos ustalaringizni berib turing, eplasha olmadi boshqasi. Ba'zilar borsak, bolalar mana shunday borishadi, materialni pachag'ini chiqarib qo'yishadi-da. Yoki bitta kapelnikka boshqa yoqqa yug'ur, отоплениyaga yug'ur, salafanga yug'ur, rasxod undan oshib ketadi. Odamlar bunaqa xatoni ko'p qilyapti. Agar bizga klientlar keladigan bo'lsa, biz hech qanaqa unga xarajat qoldirmaymiz. Ya'ni bizga to'lov qiladi, olib borib tayyor qilib, qurib berib, patkulch qilib chiqib ketamiz. Yana sizni zo'r taklifingiz zo'r bo'ldi. Ya'ni ko'p odamlar keladi-da, issiqxona qurdirib olib turib, ichidan qanday foydalanishni bilmaydi. Shunaqa. Zararga kirib ketib qoladi. Agar men zo'r qilib issiqxona qurib bersam, siz zo'r qilib soprovojdeniyasini olib bersangiz, birinchi yildan foydaga kirib ketsa, bu nafaqat biz daromad olamiz har qanaqasiga, ham daromad olamiz, ham savob olamiz, ham duo olamiz aka. Shunday zo'r ideya. Misol uchun mana shu narsani bir o'zim boshimda o'tgan narsani eslab o'tamiz. Mana shu issiqxonani 17 sotix issiqxonani qurganimizda bizda o'zimizni bilimsizligimiz, birinchi shu yilga kirganimizda teplitsa ustalari, oddiy ko'cha teplitsa ustalariga murojaat qilganmiz. Bir qancha xatoliklar bo'lgan. Mana shu konteynerdan qurilgan joyda ham oddiy mana shu stoykasi bo'ladigan bo'lsa, biz 2 qavat qilib, vart qilib, двойной qilganmiz. Sababi bir qavatiga ishonmaganmiz biz. Ular shu holatda topshirib ketgan. Ikkinchisi, oddiy plyonka yopishda ham o'zini ustasi qilgani yaxshi ekan. Sababi plyonkani noto'g'ri yopib berib ketishgani uchun ichkari namlanib, terlab, bu qulupnayda katta kasalliklar kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Sabab kondensat oshib ketadi, namlik oshib ketadi, tepa влажность bo'lib turaveradi. Sababi plyonkani ham bir tomoni dorilangan bo'lar ekan, u chapi bo'lar ekan. O'sha narsani farqiga bormasdan yopib berib ketishgan. Shundan aziyat chekkanmiz. Shundan keyin o'zini ustalari, mutaxassislar bilan qo'ldan kelgancha ishlashga o'zimiz ham harakat qilganmiz. Ko'pchilik menga telefon qiladi-da, Rustam-bey deydi, qulpini ekmoqchiman, qanaqa? Aka, men injenerman. Men zo'r qilib qurib berishni bilaman. Ya'ni Koreyada o'rgandim, butun dunyo texnikasini o'rganyapman. Qanaqa qilyapti, qanaqa qilib qurishyapti, nimaga e'tibor berishyapti. Lekin men agronom emasman. Men ichkarida boshqarishni bilmayman. Ichkaridagi boshqaradigan odam umuman boshqa. Misol uchun sizni tajribangiz bor. Siz qaysi ishchini qanday ishlatishingiz kerak, qaysi mavsumda nima qilishingiz kerak, agronomga nima zadaniya, hamma yo'qni bilasiz. Lekin u meni ilmim emas, meni soham emas. Men o'zimni sohamni zo'r qilib bersam, siz o'zingiz sohangizni zo'r qilib bersangiz, shunda rezultat yaxshi bo'ladi. Shunaqa, misol uchun bizdan ham ko'pchilik so'raydi, o'zimizni ma'lum agrotexnik an'analarimiz bo'yicha javob bera olamiz, lekin issiqxona masalasida nima materialdan quring, necha metr, qayerdan olsam bo'ladi, qaysi material arzon yoki qimmat, nima farqi bor? Ko'pchilik mana hozir konteyner materialdan qurib tashyapti. Lekin aksariyat konteyner materialdan qurilgan teplitsalarni qulayotganiga ham guvoh bo'lamiz. O'zimni misol uchun yaqin o'zim ishchiman, konteyner materialdan qurganlarda ustalar noto'g'ri qurganligi sababli 1 yilga bormasdan bu teplitsa ag'anab tushdi. Muhammad Ali, bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu yerda biz qayerda usta ishlatgan bo'lsa, ya'ni men qanaqa jamoa yig'ib oldim. O'zbekistonga mana qaytib kelib bu biznesni boshlaganimdan keyin qilib yurganman, ustaman degan odamlarni ishlatib,
borib materiallarni qaytarib olib kelib boshqa yangi material jo'natishimga ham to'g'ri keldi. Hozir jamoamizda Koreyada 6 yil, 7 yil ishlagan bolalar bor. Ya'ni mana 5 ta brigada ishlayotgan bo'lsa, hammasida eng kamida 3 ta 4 tadan Koreyada 5-6 yillab ishlagan bolalar. Ya'ni o'z ishini ustalari. Shunday chertyoj beraman, ular cho'tki qilib qurib ketadi. Nimaga? Ular Koreyada ishlab, o'zini ustida yaxshigina tajriba orttirishib olgan, mutaxassis. Shunaqa sababi bizda baribir mana koreyskiy qulupnay o'zi ixtisoslashgan davlat baribir Koreya hisoblanadi. Uni teplitsalari bizga ham fasl jihatdan ham to'g'ri keladi, ham ekin jihatdan ham to'g'ri keladi. Misol uchun teplitsaga ham men o'zim tilimda aytaman deb, misol ko'chatni qarab qanaqa parvarishlash kerak, oziqa. Bitta oziqa bilan uni qanaqa kalsiy berish, misol uchun kaliy, MKP, MAP berish bilan o'zi bo'lmaydi. Uni dozasi bor-da. O'sha dozasini o'lchab, bunaqa holatda ko'chat qanaqa me'yorda berish kerak, kattaroq bo'lgan payti, gullagan payti qanaqa me'yor berish kerak, qo'shimcha qanaqa oziqa berish kerak. Bu narsalarni biz bilamiz, shuni ichiga kirganimiz uchun. Issiqxonani ham siz har bitta detalni shuni ichiga kirganingiz uchun siz mutaxassis hisoblanasiz. Agarda sizlarga haqiqatdan mutaxassislar xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat qurib berish bo'yicha biz qurib beraveramiz. Mana ijtimoiy tarmoqqa chiqib tinmay gapiryapmiz, o'zimiz ishimizga javob beryapmiz. Men oldingi videolarimda ham aytganman, ko'p joyga borib turib syomka qilmasdan ketaverman. Siz oldingizga kelyapman, ob'yomni ko'taryapsiz, xalqaro darajaga chiqyapsiz, o'zingiz ustingizda ishlayapsiz, qo'rqmasdan tavsiya etaman-da. Ko'pchilik so'raydigan bo'lsa, marhamat Muhammad Alining oldiga boringlar, tajribasini o'rganinglar, opitini o'rganinglar. Kamchiliksiz hech qachon bo'lmaydi. Kamchilikni to'ldirib borishimiz bilan bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Misol uchun bizda ham kamchilik bo'ladi. O'zi sabab bo'lmagan omillar ham bo'ladi. Bir xil paytda, misol uchun quyosh qish kuni chiqib bera olmasa, qulupnay qizarmasligi bu ta'sir qiladi. Ko'p qizarmaganlikda qanaqadir kasalliklar kelib chiqadi. Oldini ola olasiz, lekin baribir bu sizning qo'lingizda emas. O'zingizga ana bo'lmagan holatda ta'sir qiladigan omillar bor. Endi o'sha paytda ham men bilayotgan, kuzatayotgan narsa mana misol uchun Muhammad Ali, mana 6 yildan beri shu sohadasiz, daromad olmagan yilingiz bormi desam, bor deysiz. Lekin ashinda ham misol uchun unaqa zararga kirib ketmaganman. Lekin ba'zi yillar foydaga kirib ketgan, kerak bo'lsa bir 6 yil, 7 yilda foydasini bitada chiqarib olsa bo'ladi bu sohada. Shunaqa, dehqonchilik o'zi shunaqa, 1 yil bersa, misol uchun 10 yilingizni ham zo'r qilib berishi mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz pastda o'zimizni kontakt raqamlarimizni qoldiramiz. Issiqxona qurish bo'yichami, qulupnay yetishtirish bo'yichami bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizani kuzatib boringlar. Bundan tashqari biz yana ko'plab xudo xolasa bu oxirgisi bo'lib qolmaydi. Kommentariya yozib qoldiringlar. Shularga ham biz video tariqasida javob berishga harakat qilamiz. Albatta, o'zingizlarni fikringlarni kommentariyada yozsanglar, biz aytmagan yoki yetkazib bera olmagan ma'lumotlarni yana ham ko'proq ma'lumot qilib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Sizga ham rahmat Ruslan aka. Rahmat, sog' bo'ling.